Assalomu alaykum YouTube. Sizlar bilan yana video davomida birga bo'lamiz. Bu safar Spark avtomobili, Spark mashinasi starterini ko'rib chiqamiz. Starter ish ko'rsatdi hozir birdaniga. Aniqroq o'zi 2 kundan beri starter ovozi o'zgarib qolgandi, shovqinga aylanib qolgandi, qo'pollashib. Va mana 3-kuni sirada o'zi qisdi. Mashinani yuzamay qoldi. Xo'p, buning uchun birinchi navbatda akkumulyatorni simat qilib olamiz. Kalimalardan bittasini yo plus yo minus, chunki starter yechayotganda primoy tok bo'ladi u yerda. Plus korpusga tegib ketib xavfli holat yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yechib olsak xavfsiz bo'ladi. Birinchi navbatda texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilamiz. Xo'p, pastni ko'rsataman. Starter mana shu oralarda. Hozir ko'rinishi ozgina murakkabroq. Mana korpus orqa tomoni ko'rinib turibdi mana shu yerda. Qorong'iroq bo'lib ko'rinibdi. Xullas yechamiz, ikkita boltga egasi bor. Uni chap tomondan yechiladi. Xo'p. Bizga albatta nabor kerak bo'ladi. Naborsiz ish yurmaydi mana. Endi qisqa qilaman video cho'zilib ketmasligi uchun. Mana stoykani ko'rsatib o'tganman, motorga qotgan stoyka mana bunday. Shunday holatda qotadi hozir. U starterni bo'shatayotganda xalaqit beradi. Bu shuning uchun shuni ichib oldim. Tepadan mana ikkita bolt kirishga elektrga qotadi. Orqa tomonda motorni. Mana starter orqa qismida o'zi ko'rinib turadi. Buni yechmasa starter yechib bo'lmaydi. Birinchi uni yechib oldim. Buni yechib yurganlar juda yaxshi biladi. Shunaqa murakkabroq joyda starter yechish juda qiyinroq. Va nihoyat mana do'stlar, yechib oldim. Hozir ko'rsatib o'taman. Shuni o'rnatib qo'ysam. Xo'p, muammo mana. Vtulka ketgan. Mana o'ynayotibdi. Bu yerda o'zini vtulkasi, ya'ni kanal, ariqchasi bor. Даже vtulka ketib, korpusda vtulkani o'sha ushlab turuvchi korpus ham ketgan. Mana korpusni ham yeb yuborgan. Ko'rinib turibdi, korpus ham yelib ketgan yaqinroq. Bu o'sha kanal, o'sha vtulka rovni qilib ushlab turadi. Rotor chunki ozgina salgina qiyshaysa mana korpusga tegib qoladi. Chunki oraliq masofa juda kam. Oraliq masofa magnit bilan mana korpus bilan rotorning oralig'i juda qisqa, millimetr bo'ladi. Ozgina bir tomonga og'ishi rotorni qanchadir millimetrga korpusga tegib qoladi va aylantira olmaydi. Muammo topildi mana. Yechib ko'ramiz buni. Yechib tozalaymiz. Xo'p. Bola-chog'i chiqarib o'tirish shart emas hozircha. Lekin rotorni chiqaramiz. Necha 8 ay. Asosiy korpusni ushlab turuvchi asosiy ikkita shpilka gaykasi bor bo'ldi. Hop. Mana cho'tkanikni. Shotkani yechamiz. Cho'tka birga chiqadi.
korpusini. Ha. Chuqur bo'lyapti. Magnit bo'laklari ham borchida har bir bo'ladi. Xo'p, ana. Hamda qilsak chiqadi bu. Xo'p, bizda bu korpusni o'xshatishimiz kerak. Korpusni ham yangilashimiz kerak ekan menimcha. Korpus sotib olishimiz kerak. Mana korpus mana. Mana ajraydi hozir aytdim, ya'ni mana shu bo'ldakni sotib olishimiz kerak. Chunki vtulka qoqib bo'lmaydi. Vtulka bo'sh bo'lib qoladi. Ko'ramiz, может qoqib bo'lar. Mana buni nima qilib ajratib oldim, chunki mana lapkani olmasak chiqmas ekan. Buni adashmaymiz, mana shunday holatda qo'yishimiz kerak. Qaytarib. Xo'p, mana korpus. Juda plastikani bitqanaqa. Shuni sotib olishimizga to'g'ri keladi, menimcha. Ko'ramiz. Mana do'stlar, magnitni ham yeb qo'ygan bir tomonni mana. Mana sinib ketgan shu rotor. O'zini sentrdan qochgandan keyin korpusga mana. Korpusga tekkan, korpusdan magnit bor, magnitni ham yeb olgan mana bir tomon. O'sha 3 4 6 ta bo'ldi ekan, bitta bo'lak. Endi bilmayman nima bo'ladi. Almashtirsa bo'ladimi? So'rab ko'ramiz. Mana azizlar, va nihoyat topib keldim bugun. Kecha boshlagandim videoni, bu davomi. Qo'shib ketaman videoni. Kecha ochgandim, mana kechadan bir zapchas muammo. Juda topilishi qiyroq, kamyob ekan bu. Mana krishka. Mana o'zimizning rayonda yo'q, shaharga chiqib oxirida shahardan topib keldim. Rabotchi yangisi yo'q ekan. Yangisi bo'lar ekan asli, lekin juda kam ekan, kamyob ekan. O'sha katta do'konlardan topdim bu rabotchini ham, o'sha katta zapchas bozoridan. Narxi 30 ming so'm. Arzon, ko'p qimmat emas. Xo'p, birga bir tushadi mana haqiqatda o'sha kichkina motorga, Spark kichkina motorga. Lekin buni ham har xil 3-4 xili bor ekan. Hatto Tikoniki ham shunga o'xshab tushar ekan pashti. Lekin ba'zi joylarida o'sha ozgina farqi bo'lar ekan. O'sha ozgina farqi bo'lsa ham tushmaydi. Mana korpusga qotadigan ikkita boltda asosan mana bittasi rezbali, bittasi rezbasiz. Tikoniki ham ikkisi tomoni ham rezbali. Ya'ni korpusdan o'tib bunga qotadi. Bunda bitta bolt o'sha korpusga qotadi o'tib, bundan. Bittasi korpusdan o'tib bunga. Mana rezbali. Xullas, kechadan bir qonda ishdi bu. Kechadan bir yuraman shu orqasidan. Xo'p, qo'yamiz endi. Hozir yakirni ko'rsataman. Yakirga qani mana. Vtulkasini yaxshi dedi. Vtulka mana liqillash bo'lmasa kerak-da. Tomoni kichkina. Hamda qo'yib ko'rganimizda yaxshi mana. Plotno tushish kerak. Yaxshi. Endi yig'amiz, yig'ish ko'rsataman. Xo'p, birinchi navbatda mana korpusi krishkasi, mana orqa qopqog'i, ya'ni. Bundan mana shotkani mana bo'shatib olamiz. Keskin sotib. Shunga bu shotkani joyiga hozir mana shunday holatda ko'rsatib o'tay. Bu hozir yig'ib bo'lmaydi, chunki shotka mana tishlari bor, ko'mirlari. Tushmaydi. Buni yechib olib turib tushirib olishimiz kerak alohida, keyin korpusiga keyin qotiramiz boshqatdan.
korpusga qotirayotganda hozir aytib o'taman. Mashina bo'shatib olay mana. Xo'p. Buni tozalab tashlaganmiz mana. Endi korpusga qotirish paytida mana buni ham tozalayotganmiz mana. Los. Mana ikkita boltni yaxshilab mana tagini najdaglab yaltiratamiz. Mana massa asosan mana bitta boltdan o'tmaydi. Mana undan massa keladi mana. Korpusdan o'tadi massa. Doim shuni eslab qolish kerak. Statorga korpusdan massa boradi. Shu tajribada uchragan 1-2 hatto yangi cho'tka almashtirilganda qo'yganda, shu mashinaga qo'ygandan keyin 2-3 kundan yurmay qolgan holatlar ham bo'lgan. Shundan chiqqan ko'proq massani yaxshi bera olmaydi mana. Gryaz, iflos yaxshi o'tmaydi. Mana bu tomoni ham. Mana shu tomonni yaxshilab tozalab yuboramiz. O'shanda tok yaxshi o'tadi, massa yaxshi beradi. Mana najdahda yaltiratib oldim. Qanchalik asosiy massa o'tish tomoni. Sekin yig'amiz endi. Cho'g'dan boshlaymiz. Ishlaymiz. Mana asosiy vtulka ko'proq ketadi statorda. Kengayib qolgani hisobiga nima bo'ladi? Stator yaxshi aylantira olmay qoladi, ishqalib bo'ladi. Mana shu narsa ko'proq vtulka ketadi ichida mana. Xo'p, mana yig'ishni boshladik. Mana. Mana qilib berish kerak. Shuna qilib turib. Bolachoq qotiramiz oldin. Xo'p, bu qanday edi? Mashina holatda qotirsak. Mashina holatga to'g'rishimiz kerak. Zazor. Mana bunaqa detallari bor kichik. Qanday qilishimiz kerak? Qanday ekan? Ashlarni adashtirmaslik kerak, joy-joyiga qo'yish kerak hammasini. Xo'p, bu uch tomoni bir xil. Mana bunday qo'ysak ham to'g'ri keladi, lekin buni to'g'risini topishimiz kerak. Oldindan belgilab qo'ymanman. Xo'p, mana yerda mana chiziq ko'rsatibdi. Bu chiziqni mana yerda mana izi qolib ketgan. Shundan bilib olamiz. Mana demak mana shundoq tushar ekan. Mana ilgak tilishimiz kerak ama. Adashmasdan ilgak tilib yaqinlashtiramiz. Bu sal orqaga itarib turadi. Keyin boltlarni qotiramiz. Qani oldin bunday ko'ramiz. Mana shunday holatda turganda to'g'ri keldi mana.
Aytdan ham rosa bo'ladi mana. Hop, kirish tok, mana chiqish statorga, yakrga chiqishi mana to'g'ri kelish kerak bir-biriga. Shunda to'g'ri bo'ladi. Hop, endi bultlarni qotirib olamiz. Qayda bultlarni? Ana qotirishni boshladim. Joy-joyiga. 3 ta shurpi bormi? Hammasini sekin-sekin tenglikda olib boramiz. Bir xilda borib stabilni qotiramiz. Bir tomonni qotirib qo'ysak bo'lmaydi. Sentri qochishi mumkin. Shuning uchun hamma tomonni teng qotirishimiz kerak. Hop, korpus solamiz endi. Hozirga shuni ozgina solidorlayveramiz. Hozir shuni ko'rsatib o'tmoqman. Solidor tutamiz. Ko'p tutamaymiz, ko'plik qiladi. Ozroq. Yengil o'poladi. Hop, endi asosiy korpusga kiygizamiz, magnitni kiydiramiz. Oson magniti bor, ammo ehtiyot qilish kerak. To'g'ri tushirishimiz kerak faqat. Shunday holatdamidi? Bolt gaykasi bor, to'g'ri beradigan. Shuni to'g'rilashimiz kerak. Holatdami? Shpilka bo'ldi o'tish kerak, mana shu yerda ekan. Hop. Cho'tkani solishimiz kerak endi. Shpilka bo'ldi o'tadi. To'g'ri bo'ldimi bilan bir ko'raylik. Teshi joyini endi to'g'rilaymiz. Shundayda tushdi mana. Ne o'rni bor ekan. Endi aksar tushmas ekan. Bunday qilmaydi. O'zi tishladi mana. Aytdi nimaga ochiq joy qoldirilgan bilmadim. Tushdi. Mana shunday ekan mana. Endi cho'tkani solib olamiz. Endi cho'tkani tishlarini qo'lda orqaga suramiz, chunki prujinasi bor, bu itarib turadi cho'tkani. Itarib turganda mana kollektorga o'tmaydi, shuning uchun orqaga dakansa itaramiz 4 ta cho'tkani. Hop, oldin ikkitasini tushirib olamiz mana.
oson bo'lishi uchun tashni sal kirgizib olamiz yakirga. Keyin ikkitani mana qanchalik ko'rinyapti, uzoqroq ko'rinadi, ammo ikkitani itaramiz. Takansa itarishimiz kerak. Nasıl chiqib qoladi. Tushdi. Mana tushunmadi. Mana rezinkaga astoydil e'tibor beramiz, chunki mana yerda massa, korpus massa tegib bo'lmasi kerak, plyuska. Prямо bo'lib qoladi, zamikaniya qiladi. Xo'p, mana tushirib oldik. Mana hamma yoq joyida, mana bug'i ham boltga kelib qotdi. Tushadigan joyga tushib, buni ham najdaklab olishimiz kerak ekan, bir tozalab olishimiz kerak. Xo'p, korpus qatib olaylik. Xo'p. Mana yaltiratganimiz. Masalan, korpuski. Xo'p, endi birinchi navbatda shpilkani ko'ramiz. Shpilka bo'lsa to'g'ri kelish kerak. Mana korpusga ham aytgan ozgina bir tomchi salidos tutamiz. Ortiqchasi ko'plik qiladi, ko'p tutamaymiz, yengil. Endi solamiz. Ashla esdan chiqmas kerak. Nima turibdi? Xo'p, mana shpilka boltlar qotdi asosiysi, mana joy-joyiga tushdi. Aslida joyiga qo'yilgan. Hozir magnitlarni ham qotirib ko'ramiz. Magnit bilan cho'tka. Cho'tka ham joyiga tushishi kerak. Korpusga yaxshilab qotiramiz. Shu asosiy tok o'tadigan shu plyus minus ham. Plyuska asosan mana qotadi, minus massaniki yaxshilab joylab qotiramiz. Chunki tok yaxshi o'tish kerak massa. Lekin bolt o'ta katta kuch ham keltirmaymiz. Me'yorida qotiramiz, oxirigacha boramiz. Xo'p, endi shpilkalarni qotiramiz. Shpilka
mushkulkalarda asosan mustahkam qilishimiz kerak. Asosiy korpus ushlaydigan mana shu ikkitasi. Qani, mana. Xo'p, endi buni sinab ko'rishimiz kerak. Qo'ymasdan oldin to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi ko'rishimiz kerak. Xo'p, unda akkumulyator keladi, o'shani topdim akkumulyatorni. Xo'p, asosiy kaltdan keluvchi kontakt mana, kalt qo'shganimizda mana unga keladi. Endi mana akkumulyatordan to'g'ri keladi plus tok. Kelib turib relay orqali kalt qo'shganimizda relay ichkaridan kalt qo'shib beradi-da, mana bu bolochoq ichidan. Plus tok mana bunga o'tadi. Biz kalt qo'shganimizda mana bu tok keladi, relayni ishga tushiradi, relay ichkarida asosiy katta tokni qo'shib beradi. Va bu yerdan keyin statorga o'sha yakrga tok o'tadi. Yakrda o'zi massa bor. Korpus orqali o'tgan va plus tok o'tgandan keyin o'z-o'zidan yakr avtomatik ishga tushadi, aylanadi. Buni mana bunday tekshiramiz. Birinchi mana massaga korpus tekkizamiz. Kamroq tekkizish kerak. Keyin mana bolochoq qo'shib ko'ramiz. Bolochoq ishlaydi. Bolochoq ishlayapti hozir. Akkumulyator ham yaxshi emas. Mana ishlaydi. Unda videoda qanchalik ko'rinyapti bilmayman. Mana ishlaydi. Mana shunday tekshiriladi xullas. Endi joy-joyiga qo'yamiz, uni yig'amiz, keyin mashina tekshirib ko'ramiz birga. Xo'p, joy-joyiga joyladim. Qo'ydim, yechish o'zi bir azob murakkabida, qo'yish undan da azob aka. Qo'yish o'ziga yaqin 40 minut, 45 minut vaqtim ketdi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qo'shamiz, hali sinaganim yo'q. Sinab ko'ramiz. Oh, udor yaxshi. Ovozi yaxshi. Shovqin yo'q. Shovqin bo'lib qolgandi, o'sha aytib o'tgandek, 2 kun shovqin bo'lib, ovoz qo'pollashib qolgandi, g'alati ovoz chiqdi. Chag'illagan, chaq-chaq qilib. Hozircha yaxshi.